شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Biz ilgirki dersimizde yani ikinci ayette Musa aleyhisselam'ınki kavmi Beni İsrail'ini başlap Firavun'un zulmüdün qutuluş üçün qaçqanlıq haqqıdaki hikayeni ve bu jarayonda Allah Beni İsrail'ga qoş yaxşılıq qilib ularni düşmanının çangilidan qutquzuş bilan birga düşmanini bularning ko'z oldidan halok qilish orqali buni xotirjam qilganligini bularga eslatib o'tgan. Shu chaqchilik, ya'ni shuncha voqeliklar bo'lib Musa alayhissalom Firavunlar bilan deyishib, Firavunning zulmi eshib, Banu İsrailni Musa alayhissalomning boshchiligida Firavunning changilidan qutqizib, shu dengizdan o'tgan chaqchilik Allah Musa alayhissalomga Tavratni bermagan. Bularga din yo'li ko'rsatilmagan shu chaqchi. Faqat bular Firavunning zulmidan qutulish uchun Musa alayhissalomga ergashgan. Musa alayhissalom bularni Firavunning zulmidan qutuldirish uchun harakat qilgan. Qilgan bo'lgan etgan ishlarning hammasi bu qadar. Bularga qachon yo'l ko'rsatildi, iymon yo'li? Qachon kitob berildi bularga? Deyilganida shu dengizdan o'tgandan keyin, ondan keyin bularga iymon yo'li, din yo'li shu vaqtda ko'rsatildi. Bu haqdagi mazmunlar bugungi 53-oyatimizda Sura Baqaraning so'zlanidir. Allah subhanahu va taolo bu vaqtni eslatib Bani İsrailga da'vatida va iz atayna Musal kitaba vel furqana la'allakum tahtadun. Yani bu yerdami Allah subhanahu va taolo Bani İsrailga eslatıyvatıdı. Yani öz vaqti biz Musa'ga kitobni, Furqonni berdik. Ümidimiz shuki, sizlar bir to'g'ri yo'lni tepib qolamiki deb sizlarni deydi. Yani Allah subhanahu va taolo Bani İsrailga nurg'un mo'jizlarni ko'rsatib, bularni Firavunlardan qutqizib, dengizni yerib bergandan keyin bular hech qanday bir ikkilanish, aralashmagan shaklda haqiqiy iymon etish kerak aslida. Nimishqa? Chunki bular shu ahvollarni aynan ko'z bilan ko'rdi. Shu voqelik yuz bergan vaqtda shu yerda batdi ular, shu voqeliklarga hozir bo'lgan. Bularning ko'rishi, hozirlishi ayni jazm shakldagi bir ahvol hamdi. O'z ko'zi bilan dengizlarninki ikkiga yerilganini, o'z ko'zi bilan necha yuz yildan beri o'zini ezgan Firavunlarninki ko'z oldida g'arq bo'lganini ko'rgan bular. Ya'ni nimaning yuz berganligini o'z ko'zi bilan bular ko'rgan. Endi mushu ko'rinishlar Bani İsrailning qalbidan nifoq kufrini o'chirib o'taldimi? Yo'q. Bani İsrail tarixida Allohga qarshi chiqib, bo'yin tovliq qilib mingiverdi. Bular anda bir narsa qaçqanda bir narsani anda qolay shaklda qabul qilmaydi bular. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining ummatini Banu İsrailga o'xshash bo'lishdan, o'ziga qattiqlik qiladigan qavmlardan bo'lishni eskartatdi. Unda olganda Allah ularga qattiqlik qilib qo'ydi Banu İsrailga shunda bo'lgan. Bu ahvol Kalu vaqasiga nisbatan bo'lgan ahvol. Bu Kalu vaqasini inshaalloh o'qiymiz. Bular bu Kalu vaqasida shu kalini
bo'g'izlashga buyurilgan. Ya'ni o'zaro ularning o'tirisida jang qo'zg'ab qag'ili az qolgan bir o'ltirish jinoyatidagi qotilning kimligini bilish uchun bir kala o'ltirishga buyurilgan bular. Aslında bularda bir itoat ruhi bo'lsa, shaqqida o'ltasa ish bitadigan ish. Ama bular so'g'ili boshildi. Qanday kala? Rengi qanday? Deb nurg'un gapimiz bo'ldi. Bu to'g'risida inshaalloh so'zlaymiz biz bundan keyin. Mesele bu, yani Banu İsrail'ninki karakteride bir xil qarshilik mijoz var. Bularda itoat ruhi yo'q. Endi biz mushu voqelikka xos voqelik oyat kelgan vaqtda tafsirni o'qiymiz kala voqelikni. Agar bular shu yerda bir kala o'ltirgan bo'lsa, yetibdi ularga. Chunki Alloh subhanahu va taolo bularga bir kala bo'g'izlanglar dedi. Bular bir kala bo'g'izildi, yetibdi shu. Yetarlikdi. Muayyanlashtirmaslik bularga qolay edi asli, qolay bo'latdi. Lekin bular so'di, suravadi. Allah ularga muayyan bir kalını muayyanlashtirish orqali bu xildagi, bu sifatdagi kala deb muayyanlashtirish orqali bularga ig'ir qilib qo'ydi masalani. Shuningdek payg'ambar alayhisalom deydi: "Sizlarga demay qoldirib qo'ygan narsalarni sizlarni ko'rishlamay qo'yib qo'yinglar. Sizlardan ilgirki kishilarning halokop tugishib ketishining sababi ko'p savol so'rganligi. Payg'ambarlar bilan tula dətalaş qağanlıqı, av andağımı, mağmundağımı, anı qandağımı, yo'q işlerini demeslik gerek. Peygamber İslam buyurğanı qilish gerek, buyurmağanını sormaslik gerek. Sizlarni bir işqi buyursam, qilalig'ini qilinglar, bir ishni to'ssam, o ishni tashlanglar, bu qadar. Dinning ta'limoti asli bu. Ya'ni kamigan ahvolni ko'chilmaslik asli. Banu İsrail unda mijoz yo'q. Banu İsrail shuncha voqealiklardan keyin, shuncha hadislardan keyin yana bularda azroq yumshash ahvoli yo'q. Tabiiyda bir xil chirib ketgan ideya, yana bir xil g'alati mijozlarni bo'ladiki xarakteri. Endi bugungi oyatimizda yana Alloh subhanahu va taolo biz o'z vaqtida Banu İsrailga aslatib shu vaqtni aslanglar Musoga kitob bilan Furqonni bergan deydi. Kitob bilan Furqon xuddi bu yerda Musa alayhisalomningki Musa alayhisalomning ishki pokti ne'mati bo'lib, ya'ni ishki pok dalil ne'mati bo'lib Musa alayhisalomning qavmiga buni aslatish kerak bo'lgandek bir xil ahvollar bo'lyotdi. Ya'ni aslida sizlar to'g'risi shuni asla bir shukr qilishinglar kerakdi. Bu yo'lda mengishinglar kerakdi demakchidir ekan. Ya'ni bular Allohning ne'matini, bu Allohning manhajini, Allohning bular ko'rsatgan yo'lni ne'mat sifatida qabul qilish kerakdi. Davatqandek bu yerda. Bu oyatning siyoqiga qarasak, "Va iz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun." Ya'ni bu bir ne'mat demakchi Alloh. Biz sizlarga kitobni bergan, Furqonni bergan. Maqsad sizlarni to'g'ri yo'l tepib olamiki? Buni aslanglar, bu bir ne'mat emasmi sizlarga deyapti. Ya'ni inson kishi ilohiy buyruqlarni qanaqdir insonning harakatini hech qanday bir qiyitlamaydigan, ya'ni cheklimga uchratmaydigan, insonga bir narsani bermaydigan tarafdan qabul qilmaslik kerak. Ya'ni insonga hech bir foydasi yo'qdek. Ilohiy buyruq insonga qilmami demaydigan, qilma demaydigan, insonga bir foydasi yo'q. Mana shaklda asb bo'lmaydi. Mana deyishi Allah o'g'irlikni harom qilgan vaqtda, o'g'irlikni harom qilgan gap, men xohlagancha erkin xohlagan narsani ololmayman degan gap. Sana harom qilgan shu o'g'irlikni kishilarga harom qiladi. Sening boshqalarning mol-mulkini o'g'irlashni harom qilgan vaqtda boshqalarning sening mol-mulkingni o'g'irlashni harom qilgan bo'ladi. Bu yerdagi masala qanaqdir sallam dinning cheklimasiga uchrab, boshqalar erkin yuradigan manda pul setmaslik kerak deyilgan. Sen dinning cheklimasiga uchrayotgan vaqtda boshqalarning manfaati yuzidan, boshqalarmi dinning cheklimasiga uchraydi, sening manfaatingning yuzidan. Deyishim mumkin, men degan erkin odam bo'lgandan nima ish qilsam o'zimning ish olmamdi. Xohlasam o'g'irlab, xohlasam uning mol-mulkini qana qilib, buli qilib degandek bir gaplar bilan o'zingning qilayotgan yoki qilmoqchi bo'lgan askishni aqlashing mumkin. Sening xiyolingda sallam qila olsang, boshqalar qila olmasa, shundami? Yo'q, din seni o'g'irlik qilma degan vaqtida, sendan boshqalarning o'g'irlik qilma deydi. Seni o'g'irlik qilmaslikka buyurish orqali boshqalarning mol-mulkini asragan vaqtida, boshqalarning o'g'irlik qilmaslikka buyurish orqali sening mol-mulkingni asragan bo'ladi. O'xshash. Ya'ni din sendan
o'g'irlik qilish erkinlikni olgan vaqtida boshqa butun kishilardanmi sening mol mulkingni o'g'irlash erkinligini olgan bo'ladi. Bu hisobda cho'ng büyük shaklda seni qo'g'laganlar. Seni nashayan ishlarni, boshqalarning izzat obro'yiga chiqilma degan vaqtida dunyoda o'ynab kulib yashamamdi. Bu mening bir erkinlikim tursa deyishim mumkin. Sening bu o'ynab kulib, huzurlanib yashashing dunyoda, bu erkinliking boshqalarning izzat obro'yi hisobiga bos bo'lmaydi. Din bundan seni cheklaydi. Bundan og'rinmaydi. Menlam ashta qilamdim bu ishni. Nima deb menchek seni cheklayotgan vaqtda boshqalarni cheklayotgan bo'ladi. Seni yomon ishlarni qilma, nashayan ishlarni qilma deb cheklash orqali boshqalarning izzat obro'yini qo'g'irgan bo'lsa, boshqalarni shu ishning o'zini qilishni cheklash orqali sening izzat obro'yingni qo'g'irgan bo'ladi. Sen boshqalarning izzat obro'yiga chiqilsang, boshqalarning sening izzat obro'yingni chiqilish erkinlik bo'ladi vaqtida. Sen qilsang bo'ladigan, boshqalar qilsa olmaydigan ish yo'q. Masala bu yana. Yani demek Kur'an mesela bizge berilgen. Öz vaqtdagi ahli kitobga berilgan Tavrat ve İncil'la seni bir ish qilma deb buyrug'ini biz uni bir xil bizning erkinligimizga berilgan cheklima yoki bizga berilgan mashaqqat sifatida emas, ne'mat sifatida qabul qilishimiz kerak. Bizdan bir narsalarni cheklaganda qilgani bilan, bizni bir ishlarga buyrug'anda qilgani bilan bizga bir narsalarni beryotidi. Buni selishtirish kerak tabiiy. Endi ma oyatda Banu İsrail bu noktadan almadı yana. Bu noktaga qaramadı, bu noktani tushunmadi. Shunlashqa bugungi oyatimizda Allah Banu İsrailga asl tovadi yani. Bu bir ne'matda asli. Biz bergandik shu kitob bilan Furqonni. Nima uchun endi to'g'ri yo'ldan azdinglar? Nima uchun tushunmadinglar deyapti. Endi bugungi oyatda va iz atayna Musal kitaba val Furqon. Kitob bilan Furqonni Musaga berdik deb, kitob bilan Furqon deb ikki so'z keltirdi. Kitob biz tushunadigan kitob shu, ya'ni Tavrat demakchi. Ya'ni ashularga iymon yo'lini bayon qiladigan kitob. Furqon degan nima desa, Allah haq bilan batilning o'ttirini ayiradigan shaylarning bo'ladi, Furqon bo'ladi bularga nisbatan. Ya'ni Furqon demak ba'zida Tavrat ishlatiladi. Chunki Tavrat haq bilan batilning o'ttirini ayiradi. Ya'ni ba'zida ishqib haq bilan batilning o'ttirini ayiradigan har qanday qoida, tuzum, har qanday bir narsaga Furqon deb ishlatilsa bo'ladi. Shuningga Badr kunisi Furqon deb atalgan İslam tarixida. Chunki Badr kunisi haq bilan batilning o'ttirisi ayrilgan bir kun. Xuddi bu yerda Allah demakchi bo'lgandaki, Allohning yo'li, shu Banu İsrailga, Banu İsraildan mengishni talab qilgan yo'li, Allohning kitobi bizga haq nada, batil nada bayon qilib o'tirini ayab beradigandak bir xil ifoda bilan qanday qiladi, qo'llanadi bu o'rinda. 54-oyatga keldik. Yani oldingi oyatda Allah subhanahu va taolo Banu İsrailga o'zining ularga kitob berganligi, asli kitobni ching tutsa, Allah tushirgan shu kitobni o'ziga qonun dastur qilganida to'g'ri yo'lda mangdiganligini eslatib, bu sizlarga berilgan ne'matni nima uchun bu ne'matni qadrlab, ne'matni nima sifatida qabul qilmaysizlar deb bularga bir eslatish bo'lgan bo'lsa, bugungi hozirgi kelgan 54-oyatdami o'z vaqtida yuz bergan bir voqealiklarni tutib, bularga bergan afu, kechirim, ya'ni ne'mat, kengirchilikni eslatib bu bir bo'lgan voqealik. Allah subhanahu wa ta'ala ayeti davatu diyana estaizu billah ve iz qala Musa liqavmihi ya qavmi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khayrul lakum 'inda bari'ikum fataba alaykum innahu huvat tawwabur rahim. Yani sizlar shu ish yuz bergan shu vaqtni eslanglar. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga dediki, ey qavm, ey qavmim, sizlar o'zingizlarga Musayni iloh qilib olish orqali zulm qildinglar. Yani bular gunoh o'tkazdi. Biz oldingi darsda o'tgan bu. Musa alayhisalom Alloh bilan uchrash qili, Tavratni ekagili ketsa, ular ketgan fursatdan foydalanib, bir Musaydan birini o'ziga iloh qilib shuni cho'qinib oldi. Axir darajada gunoh o'tkazdi. Bu ularning o'ziga qilgan bir zulmi. Musa alayhisalom mushuni deb turib, o'zining qavmiga deyotdi, "Fatubu ila bari'ikum." Sizlar Rabbinglarga sizlarni yaratgan, güzel şekilde yaratgan zatqa tövbe qilinglar. Doğa tövbening şekilde o'zinglarni o'ltiringlar. Degani xatolashganlarni xatolashmaganlar o'ltirsin. O'lim jazosi berildi yana bularga.
Zalikum hayrul lekum inda bariikum. Rabbinglarning nazarida mana bu eng güzel şekildeki bir çıkış yolu etti sizlarga nisbatan. Xatalaşqanlarni jazolash. Fataba alaykum innahu huvat tawwabur rahim. Allah sizlarga tavba berdi. Allah tavba qabul qilguvchi, mehr shafqatlik, mehribondir degan şekilde Musa alayhissalom qavmiga mushu şekilde nasihat qildi. Buni Allah Banu Isroilga asiltib o'z vaqtida mashta ahvol bo'lgan emasmi deb asiltiyotdi. Ya'ni Allah subhanahu va taolo Banu Isroilga Musaga ibodat qilish hodisasini asiltiyotdi. Bu Allohning yo'liga qarshi intayin xatarlik bir vaqalik, yüksek derecede qarshi hamdi bu. Yani Allohning o'ziga yolg'iz ibodat qilish degan bir prinsip bizning dinda bununla tüptün qarşı keladigan bir mesele, ig'ir derecedeki mesele. Yüz bergan hadise manda Musa alayhissalom Alloh bilan uchrashish uchun qavmining ichidagi tanlangan vakillarni elib manhaj Tavratni yo'l Tavratni topshirib olish uchun ketdi. Allah subhanahu va taolo Musa alayhissalomga uning qavmining ezib Allohning g'ayriga ibodat qilganligini xabar qildi. Musa alayhissalom Naiti g'azabda qaytib keldi. Qarindishi Harunni saqal chachlaridan tutib so'rab so'roq qila boshladi-ki, "Men seni bularga ozmusun deb vakil qilib qo'yib qo'ygan" degandan keyin Harun Musa alayhissalomga mo'no javobni berdi. Bu javobni Allah subhanahu va taolo bizga hikoya qildi. Sura Taho'ningki 94-oyatida qala yabna umma, hay qarindishim dedi Harun. Mening saqalimni, ne beşimni, ne çeçimni tutma. Onda qilma. Men sening Banu Isroilning o'ttirini ayirvatding deyishdan qo'rqdim deyapti. Misha kelgan vaqtda biz bir narsa elishimiz mumkin. Banu Isroil azda xatolashdi. Bir payg'ambar qolgan ularning qishida. Belkim Harun alayhissalom shu vaqtda bularning qilayotgan qilmishini to'sishi kerak. Shunga Musa alayhissalom saqalidan, yo'chlaridan tutib uni so'rab so'roq qilyotdi. Ama ko'rsatgan bahanesi, sebebi Banu Isroilninki noto'g'ri bo'lgan uslub qo'llanish. Tabiiyki Harun alayhissalom bularning Musaga ibodat qilganga qarshi emas. Uni qo'llamaydi, uni hargiz mumkin emas qo'llashi. Ama Musa alayhissalom kelmasda o'zi nomuvofiq bir uslub qo'llanib qilib yoki muvofiq bo'lmagan shaklda bir ish berilib qilib Banu Isroilning bilinib ketishidan qo'rqib o'sha holatni saqlab qolgan. Musa alayhissalom kelishini saqlagan. Buna deb javob berdi. Endi Alloh buni bizga hikoya qildi va qanday shu paytda ketyapti, biz voqelikda davom qilamiz. Ammo mushadan bir oladigan mushikayni bizga Alloh deb berishda bir maqsad, bir hikmatlar va bizning oladigan bir bugungi darsga asosiy mazmunga munosabatlik bo'lsa, o'zga munosabatlik bir ayrim tema. Millatni bilib o'tish, millatga tushib qolgan ba'zi xim xatarlardanmi xatarlik. To'g'ri, millatda nurg'un illatlar va nurg'un ofatlar va nurg'un biz yoqtirmaydigan, biz yoqtirmaslik masalasi emas, dinga uyg'un kelmaydigan bir ishlar va eng ig'risi mushular Musaga ibodat qilgan o'xshash Allohga shirk keltirishlar bo'lishi mumkin, bid'atlar bo'lishi mumkin. Ama munosib bo'lmagan vaqtida yoki munosib payt atmosfera hozirlanmagan vaqtida bularning bu ishiga tegish qilish yoki shularni shu ishdan cheklash yoki shularni yaxshilikqa da'vat qilaman deb noto'g'ri bo'lgan uslublarni qo'llanib qilish millatni bilib o'tadigan, keyin asliga ekagilib bo'lmaydigan bir natijalarga olib boradigan bo'lib qolsa, muvofiq paytni kutishning o'zimi bir da'vatchida bir millatga yetakchi bo'lgan odamda bo'lishga tegishlik bir prinsip. Oyatdan chiqadigan uqum bu yani. Chunki Harun alayhissalom hargiz bularning Allohga shirk keltirib, Musaga ibodat qilishiga rozi emas qalbidan. Ammo Musa alayhissalomni kutyapti. Ya'ni o'zidan munosibroq bir kishini kutyapti. Chunki Musa alayhissalom kelmasda bu ishga qo'l tiqib qo'yib, bu yerda bir bo'lgunchilik millat orasida, qavm orasida bo'lgunchilik shakllantirib qilishni ansiraydi. To'g'ri, hozir xatolashdi bular. Balkim munosib payt kelgan vaqtda butunlay o'ngishilishi mumkin, asliga qaytishi mumkin. Ammo bilib etganda uni asliga kelolmaydigan bir hodisa. Tarixda har qanday masala o'ngishiladi, ammo bo'linishning o'ngishilishi bektas. Eng qiyin hal qilinadigan bir mushkula
millatning bilinishi. Bu haqda o'zini da'vatchi hisoblaydigan yoki millatdagi kishilarga, millatning kishilarimizga yetakchilik qilaman deb o'ylaydiganlar bir o'yinib piqishga tegishlik, o'ziga yo'l tutishga tegishlik bir prinsip deb qaraymiz bu o'rinda. O'zimizning gapiga kelaylik. Ya'ni Musa alayhisalom qaytib keldi. Harun alayhisalomning so'roqida Harun alayhisalom sen Banu Isroilning o'ttirusini bölütüpsə deyişindan qo'rqib mushta ahvol yuz berdi. Men unda qilmoqchi emasdim deb o'zi aytdi. Bu yerda bir mo'zayga ibodat qilish fitnasi yuz berdi. Ya'ni bu ahvol Samuriy sababli yuz bergan. Samuriy degan kim desa, buning ismi Musa Samuriy deb, onasi buni saroda tug'ib, o'lib ketgan. Buni baqishqa Jibril kepillik bo'lib buni baqqan. Jibril alayhisalom buningga otdi kelib, buningga yemek içmek ekep berdi ehtiyojli. Musa Samiri Jibril alayhisalomning etini ko'ratdi. Shuna yerdan mangsa etidan to'pi tushsa, shu yerga ko'kirib, mush to'pidan killam bir narsa unutdi u yerda. Bu shuningga jazm qildiki, otning tuyoqda bir sir bor ekan deb o'ylab, otning izidan bir to'pini oldi. Buni haliqa oltindan yasalgan muzayga qo'ydi-da, bu xuddi tirikdek ovoz paydo qilishga boshladi. Ahvolimiz shu. Hamda bu yerda o'jun mushtami shulamdi. Nimda yamano degandek yoki uning bir ashta bir ishlarni qila olganligidan hayron qilish olmaydi. Ya'ni fitnaning sahibi davom mushu kishilarni ozdirdiganga ma'lum vositalarni o'ziga yordam qilib topadi. Tabiiy bundan tepilishi. Her zamanda birovlarni ozdirmoqchi bo'lgan odamlarga bir ishlar qulay keladi. Nima uchun? Nima uchun bunda fitnaga ozdiradiganlarga ishlar qulay keladi desa, chunki Alloh subhanahu va taolo o'zining xalqini sinashni xohlaydi. Bulubmu haq da'vatini ustiga elib mangan odam, Alloh buni maxsus hozirlaydi. Bulub men o'tirg'i chiqmayman, millatning oldiga chiqmayman, millatni yetaklayman degan Alloh maxsus hozirlaydi. Payg'ambar alayhisalom Madinaga o'tkilishdan ilgari musulmonlar bilan birga nihoyat cho'ng sinoqlarga duch keldi. Rasulullah'a Isra Mi'raj hadislari bu hadislar keldi. Yani Rasulullah'dan Mekke'de dünya vasıtları bütünley vaz geçkendiğin kin Rasulullah'ın baradigan, keladigan yeri qanmadi. Rasulullah hiç qandaq bir qo'llanadigan vasıta sebep qanmagandan kin Tayyip qilib, Tayyipning ahlini qana qildi, dinga da'vat qildi, o'ziga yordam qilishni talab qildi. Tayyip'tikiler Resulullah'a özünün ballarını, yo akılsız kişilerini, 4 kişilerini sep koydu. Bunlar Resulullah'a taşını etip, Resulullah'ın mübarek iki pütünü kanığı buyuvetti bunlar. Resulullah şu vaxtıda asman gözünün kulunu götürüp, bunda bir dua olan, ma'sur duanı kıgan. Allahümme ileyke eşku di'afe kuvveti ve qilleti hileti ve havani alan nas. Ey Allah, küçümden acizliği, çağır tedbirlerimden azlığı, kishilarga bo'lgan bu xil xorliqim, ya'ni ojizliqimni sizga shikoyat qildim. Mening qo'limdan endi keldig'ini meshincha ko'p qoldi. Men amal qilolmadim deb Rasululloh bu xil shaklda duo qilgan. Endi bu ahvol qanaqdir? Rasulullohga emas. Rasululloh bilan birga shu vaqt yashayotgan mu'minlar shu xil shakldagi imtihon sinoqlarga duch kelgan. Masalan, Mus'ab ibn Umayr desa, bu degan Qurayshning erki bolasi edi, erki yigit edi bu. Mus'ab ibn Umayr'ning kiyim-kechak, malvaran, qul cho'rilari haddi hisobsiz, son-sanoqsiz edi. Musulmon bo'lgandan keyin qanday holatda ko'randi desa, bir eshak terisi tikilgan chapalarni keldi. Demak, eng ko'n holatlarni ko'rindi. Ya'ni demak, cho'g'ini buning ahvoli o'zgarib ketdi. Burundak bayolati qolmadi buningki. Buning hammasi nima uchun desa, buni mushtabir ishlar duchor qilib qo'yishi Alloh subhanahu va taolo Mus'ab ibn Umayr'ning qalbini sinamoqchi, ya'ni qalbidagi iymon bo'lgan muhabbatini sinamoqchi. Ya'ni dunyoni bekroq yaxshi ko'ramdi, Allohning rasulini bekroq yaxshi ko'ramdi dedi. Hatto Rasululloh bu haqda aytdiki, sahobalarga aytdi, qaranglar, iymon ma odamni qanday qilyapti deb. Demak, cho'g'ini odam iymon aytgandan keyin, haq yo'lga kirgandan keyin turib ishlari burunqidek yurishmasligi mumkin. Burunqidek bay holati qolmasligi mumkin. Burunqidek ishlarining yo'llar unda uch qolmasligi mumkin, to'g'ri. Bularning hammasi bu yo'lga kirgandan keyingi tavrinib qilish yoki tavrinib qolmaslikni Allohning bir sinovi, bu imtihonisi bu. Bu nuqtalar hammadan keladi. Payg'ambarga keladi, mu'minlarga keladi, sizlarga keladi, bizga keladi. Biz bu yo'lni tanlagandan keyin nurg'un xim xatarlar keladi. Ko'z oldimiz qorong'ushiydi.
Yolumuz ini qolmay qaladı, özümüzün ərtisini ənsirab qaldığı vaxtlar keladı. Nurgun iqtisadi, siyasi, ictimai qiyinchiliklar, jamiyat yalğız qaldığı ahvallar keladı. Ətrafını xeyim xatarlar urib oladigan, kechisi uxlolmaydigan holatlar keladı. Bularning hammasi da bu yolda mengib qolganimizga pushmon qilib mangamizmi? Yoki qanoat bilan. Men shunning hammaga hozirligim bor, tayyorligim bormiz. Buning hammasi Allah subhanahu va taolodan kelgan bir imtihon sinoqlar. Allah subhanahu va taolo cho'qim o'zining da'vatini butun dunyoga ep mangan kishilarni imtihon qilib oydinlashtirish kerak. Bular balolarga sabr qilgan bo'lish kerak. Da'vatning dushmanlarining oldida kuchli bo'lish kerak. Qiyinchilik, mushaqqatlarni ustiga olishga hozir bo'lish kerak. Chunki bu iymondagi rostchilikning dalili bu. Iymonda rostlik odam ushurgan har qanday aziyat, har qanday bir ishlarga sabr qiladi. Shuningga har qanday bir ozg'un xato da'vatning, xato chaqiriqningki o'z sohiblariga nurg'un foyda kelganligini ko'ra olasiz. Masalan, kommunistlarningki o'z jamiyatlarida qurgan tuzumlarga xalqlarni chaqirish, shuning haqni qoyil qilish masalan, qanoat qildirish qatorliq bu chaqiriqlarning hammasidan markaziy komitetning a'zolari foydalandi masalan. Ammo xalqqa kelsak, azan kiyimini kiyotdi masalan, kommunist davlatlarga qarab baqsaq bo'ladi. Kichik uylarda o'tiradi. Ammo shu hisobsiz pul xarjlayotgan xo'jayinlarga kelsak, bu dal markaziy komitetning odamlari. Bumi batil bir da'vat. Haq da'vat buning aksicha bo'ladi. Haq da'vat sohibi avval o'zi biridi, özü qurbanlıq biridir. Özünün davatqan köpüdün özü mənfəət görüşməydi. Bəl əksicə davatqan özünün davası yolunda qurbanlıq biridir. Demək, batil dəvət, yəni batil çaqırıq sahibiga fayda kılıdı. Qandaq bir dəvətinin öz əgəşkişlərə fayda əkiləvatqanlığını, ulanı nimetlərə kömdürvatqanlığını görsünüz, bilin ki, bu batil dəvətdir. Eğer o onda sıhhilaçı bəmizsə, heç kim əgəşməydi onunla. Hem de özümüzün gipiga kelsek, biz kitavatqan, muçu ayet-i kerime Musa aleyhisselam'dan özünün kavmi qoyğan bir kayiş. Yani bu kavmin Allah subhanahu wa ta'ala Ali Firavundan qutqazdı. Düşmanını halak qılğan. Bolsunmu lekin bular Musa'yı özü ilah qılıb aldı. Bu vaxtda Musa aleyhisselam qandaq adamlısılar? Ötken küllerdeki Allah'ın bergen nimetini tunumu danlamasılar. Nime iş bu dep kayvatqan narsa. Qaça yüz berdi bu dese, bu Musa'ya ibadat qilish hadisesi Musa aleyhisselam Rabbi bilan ko'rishish uchun manhajini, yo'l ekilishini, Tevratni ekilish uchun ketgan vaqt yüz berdi. Bular shu vaqtida Musa'yni o'ziga iloh qilib oldi. Endi bu masalada oyatning oxirisi qarasak, innakum zalamtum anfusakum bittihazikumul ijla. Sizlar o'zingizlar zulm qildinglar bu Musa'yni iloh qilib olish orqali deydi. Bular Allah'a zulüm kıldı mı, özgü zulüm kıldınız? Tabii ki özgü zulüm kılgan buludu. Nimişqa? Çünkü bular özüne hiç neresi payda erişmezsin, halaket duçar kıldıgan bir onu ekip koygan buludu. Yani zalim bir qancha xil oldu. Yuqur bir işlerde zalim, zulüm kılgıcı, yani yüksek derecede. Yüksek bir neresi izlep zulüm kıldığı adam, yoki yüksek bir işte zulüm kıldığı adam. Muş en çoğu, yani Allah subhanahu wa ta'ala bir şirkni kılıdı bu zulüm. Kur'an-ı Kerim'de inne şirke la zulmun azim degan ayet orqali bu zulmni ifodalagan. Endi bu shirkni zulm deb ifodalashning ne aloqasi bor bu yerda? Shirk, zulm bu ikki hukmga desa. Masalan siz hech qanday bir yaratmaydigan, rizq bermaydigan bir odamni kelib, yaratadigan, rizq beradigan bir zotga shirk qilib uningga akilyapsiz. Siz iloh qilib olgan shu narsa qanday ibodat qiladi? Ibodat degan abidning ma'budga bo'lgan itoati demak u. Sizlar ibodat qilayotgan bu Musa'y Allohni qo'yib qo'yib, sizlarga mushtaq qilinglar dedimi masalan? Nima dedi u Musa'y sizlarga? Demak sizlar yuksak darajadagi bir zolim, o'zingizga zulm qilgan odamlar sizlar. Yana bir zulm bo'lsa, mushu yüksəklik yolga qo'ygan ishtadagi zulm. Yani sizlar haqning haqqini elib olasizlar, buni mubah hisoblaysizlar. Mayli aql shakldagi zulm bo'lsin, ibodat babidagi zulm bo'lsin, haqning haqqini elib, haqqi zulm qilishdagi zulm bo'lsin, ikkala holatda zulm Allohga tushmaydi. Allohga hech qanday foydasi yo'q, balki o'zingga tushdi. Nimishqa? Chunki sen Allohga iymon etding. Yoki iymon etmading. Allah qaviy, qodir, aziz bo'lib ketaveradi.
Senin Allah'a iman eytişen, eytmaslıkın Allah'ın mülküdün hiç neresini kemiltenmeydi. Ama sen kana kılırsa, kıyamet günü kılırsa Allah seni azaplaydı. Xuddi zulüm, yani özengi düşkendek. Tamam, bu birinci kılırsa. Hem de kişiler bilen kıgan zulüm kelsek, sen kişilerin hak hukukunu ele alırsa, o hak hukukuyla neçe gün, neçe hafta, neçe ay, neçe yıl menfaatlenirse, ölüp gidip taşlap gitse azaplanırsa. Yani bu arkalık sen üzen zulüm kıgan boldun, mahiyette hiç mi görüşemedin. Şonaşqa ve ma zalamuna ular bizga zulm qilmadi, walakin kanu anfusahum yazlimun. Biroq ular üzgü zulm qildi deyapti Alloh mayani. Sur Baqaraning 57-oyatida. Demak, kishilarning qilgan zulmi o'ziga qaytadi. Bu o'ziga tushidi kelib. Chunki Allohning xalqidan hech kishi Allohga zulm qilolmaydi. Tamam. Oyatdagi o'zinglarga zulm qildinglar degani shu. Aniga shu oyatning oxirisida sizlarni yaratquchi bo'lgan zotga tavba qilinglar dedi. Fatubu ila bariukum deb ifodaldi. Alloh subhanahu va taolo ilgirki oyatda afawna ankum degan. Sizlarni afv qildik degan. Ma oyatda fatubu ila bariukum deyotdi. Sizlar Robbinglarga tavba qilinglar deyotdi. Chunki tavba mag'firatning asli. Sen gunoh qilganingdan tavba qilsa, şu günahını qaytı qilmaslikka iroda qilsa, Alloh tavbangni qabul qilib mag'firat qiladi. Bu xil shaklda bo'ladi bu ahvol. Ana mumkin Alloh ularni mushu jazo bilan hisob qilib ilgirki ummatlarga yuz bergandek halok qilib o'tishi mumkin. Ammo Alloh ularga tavbani yo'l qo'yib berdi. Mana bu Allohdan bular qilgan fazli marhamat afu. Andigan Allah subhanahu va taolo bu tövbenin usulü şekilde davet ediyor. Faqtulu anfusakum. Üzanglarni öldürünglar degeni. Üzanglarni degeni. Yani şu bir millet bir tenge o'xshash, milletning ba'zi xatolasa, ba'zi uning bedelini o'taydi. Yani bu yerdagi Allohning buyurgan buyruqlarining inchikligiga qaranglar. O'rin jihatdagi inchiklikka qaranglar. Fatubu ila barikum. Sizlar Robbinglarga tavba qilinglar deyapti. Deb bo'lib faqtulu anfusakum deb. Yani Allah deyapti ki, men sizlarni yaratgan bir xoliqning ustidan g'alaba qilib, sizlarni undan ilova ishim yo'q. Demak, to'g'rimi? Yani xuddi sizlarni bilak bir odam yoki bilak bir xoliqdan birisi yaratdi, ilohdan birisi. Men uning ustidan g'alaba qilib, sizlarni ilova yerim yo'q. Men sizlarni yaratdim. Unda o'g'andan keyin men sizni yaratgandan keyin sizlar menga ibodat qilishinglar kerakdi. Sizlar bu yo'ldan chiqib, men bergan omonatni, men yaratgan bu tanni, men yaratgan bu jonni menga ibodat qilishga ishlatmay, boshqalarga ishlatgan ekansizlar, qaytib turinglar o jonni menga demakchi. Yondirib turinglar o jonni menga. Ma shakl demakchi. Endi bu yerda bir iborat bor. Fatubu ila bariikum. Buni biz Robbinglarga tavba qiling deb tarjima qildik. Bari yaratquchi Rob degan ma'noda, xoliqmi yaratquchi degan ma'noda, anos xoliq degan nima, bari degan nima desa, xoliq ayrim narsa, bari ayrim narsa. Ma'nosi ayrim. Ya'ni xalaqa yaratquchi yaratdi degan gap bir narsani yo'qdan paydo qildi degan gap. Bari degani uni nihoyat to'g'ri bo'lgan bir shaklda, go'zal bo'lgan bir hay'atda bir hay'atga keltirganni bari deymiz. Yaratish bas. Ama bari yaratgandimi eng go'zal, eng chiroyli holatga keltirish bari bo'ladi. Yani men sizlarni mush shaklga holatga keltirdim, ammo sizlar o'zinglarningki ustiga tushganini qilmay boshqa yoqqa ishlatdinglar, men qaytarib turinglar degandek. Shuningdek Alloh subhanahu va taolo sura A'loda allazi xalaqa fasawwa deb ikki iborat ishlatdi. Allah yaratdi ve onunla güzel şekilde keltirdi deb. Yaratdi ve bijirim şekil, güzel şekildekini onu özünün işine qılalaydigan, mağalaydigan, qopalaydigan, aql işlatalaydigan, ügünalaydigan, işlayalaydigan degandek şekil insonga lozimlik bütün aletlerini insonda hazırladı deganini savva deb ishlatdi shu onu. Yani biz ma oyatini ilgirki tushuntirishlardan shuni tushunamizki, yaratish bir gap, uni hazırlash, bijirim holatga keltirish yana bir masala. Endi mayadagi ila bariikumdagi bariikum del biz degan bari'a, savva ma'nosiga bari'adan chiqqan, ya'ni o'qni hozirlagan odatda yachoqqa sap atadigan o'qni qirib güzel shaklga uchini inchikka, keynini kengri atsa qiyib ketmaydigan, sanchigandan keyin lam tigib o'ltiradigan, manolat keltiradigan o'q qirishni, o'qyani qirishni bari'a, bari deb atiladi. Ya'ni o'qyani qirish inchiklik va qaltislikqa ehtiyoji bor. Ya'ni
güzel şekilge keliş doğru kılıdı. Yani bari degeni insanın güzel bir halet ekeyen degendek manada. Yani faqtulu anfusakum kireylemdi. Özüňňi öldürüňler degeni çünkü seni yaratkan, seni bijirim halet keltirgen zatqa sen kafir oldun. Ondan başkası ibadet kıldın. Xuddi bu halatda sana bergen bu hayatni onunla qaytırıp berişin kerek degen. Çokum. Çünkü sana bu hayatni berdi. Seni güzel şekilde ekeldi. Seni başkalarına ibadet kılsın dep ekelmedi, üzgü ibadet kılsın. Ama sen onu doğru yol işletemey başkalarına ibadet kıldın. Qaytırıp ber onu. Taqtulu anfusakum degeni şu. Qaytırıp ber hayatni. Allah'ın hükmü düşken vaqtida, şu vaqtda Musa aleyhisselamga bular özünü öldürülsün, cinayet ötkizgenler öldürülsün degenden keyin Musa aleyhisselam Banu İsrailni sep qilib turg'izdi. Ular dedi ki, ibadet qilmagan kishi, ibadet qilgan kishini öldürdi dedi. Lekin bular icra qildigan vaqtda turib qoldi. Çünkü birisi özünün tağısının oğlunu, qerindişini, sil rahmi, yani özünün qerindaşları, yakın tuqqanlarını aldıda körüp icra qilish sal iğri keldi. Qaz öldürdiğini özünün aksi, yeni bir tağıs degenden. Allah bularga rahim qilib, bularga bir tuman avatdi, bunun hammani yögidi. Bular öldürüşni icra qilishda qiyinchilik his qilmadi. Delindi bular şu günde öldürdün 70 bin adamni öttergen şu vaqtda muzoy ibodat qilgan adam öldün deb shunda rivoyatlarmi bor. Endi şu iş yüz bergen vaqtida Musa aleyhisselamdan Harun aleyhisselam Rabbiga nala qildi dedi. Dedi ki yığlanglar da başqani yığlashqa buyurdi. Yani yığlasanglar Allah afu qilishi mumkin deb. Bular şu yığlaydigan haliqi tamning hozirmi İsrailiyadagi Yahudlar yığlaydigan bir tam bor ya. Belki şu tam bo'lishi mumkin. Şu yığlaydigan tamning qashida yığlab turdi. Allah ularga rahim qildi. Ahval şu olgan şu vaqtida. Anikin faqtulu anfusakum deganning o'zi, yani üzanglarni, nafsinglarni o'ltiring degani, chunki mushu odamning ko'nglidagi nafs shahvati osiylik bilan bo'lgan nafs. Shuni o'ltirdi buni. Mushu nafs bularni yo'ldan chiqishga buyrug'ini mush nafs shu. Endi bu yerdagi o'ltirish qonuni, bularni o'ltiring degan qonun shu vaqtdagi gunohning kaffarati. Chunki muzoyga ibodat qilib, Allohning g'ayridan bir ilohni qilgan kishi özünü muşu öldürülüş için hazırlaganlığı özünün bir itirafati. Yani özü ibadet kılıvatkan muşu muzoy batıl degenin itirafati. Bu arqılık Allah'ın yoluga qarşı çıqqan özünü toğru boğa ibadetke qaytırgan boladı. Bu kapparetinin en qattığı bu. Yani özünün imanını ispatlaş için özü öldürüş. Endep la ilahe illallah da. Özünün qilgan işiga pişman qilib, şunu ilan qilib, xuddi bu yerda öldürgüşke razı olganlık, özünü öldürüşke razı olganlık, imanlığa qaytışqa rastçıl berilgen bir guvalıqdaki bir ahval. Zalikum hayrul lekum inda bariikum, yani bu xil tövbelerinin en rastçıl tövbesi bu yaxşı, çünkü sizlerin ahiretinin azabını qutquzudu. Fataba aleykum innehu huvet tawwabur rahim. Allah sizge tövbe edi. Yani sizlerge kaparat yol qo'yib berganligini o'zi birinchi tövbe, ikkinchi tövbe sizlarning tövbangni qabul qilgan vaqti bo'ladi. Allah sizlardan mangulik afu qildi, bu qilgan xatoliklarni deb Musa aleyhisselam o'zining qavmiga mushul shaklda qo'ydi. Shuning bilan bugungi darsimiz mush yerda to'xtaydi. Biz darsimizning oxirini, ya'ni shu Musa aleyhisselam bilan Banu Isroilning voqeligini uzluksiz davom qilamiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.